Uddalaysanmi? Men unga uylanishga roziman. Xudoyim, hazilni bas qil. Men marhum Ziyod Ahmadning qizi Nazira Shafa Askar bilan turmush qurishga roziman. Askar? Uzuklarni ehtiyot qiling, rasmga oling, birinchi navbatda guvohnomangiz bilan. Nikoh guvohnomasi. Lekin siz uzuklarni taqishingiz kerak. Chunki birinchi rasm bu sertifikat axir. Zero hozir eringni qo'lidan o'pasan, xo'pmi? Umumiy ma'zur tutasiz. Zirani peshonasidan o'pish kerak. Peshonasidan. Rostdanmi? Chindanmi? Ular kerak. O'p buni. Xo'sh, qaysi bir birinchi? Uzuklar, sertifikat, peshonadan o'pishmi yoki qo'ldan o'pishmi? Peshonadan o'p. Peshonadan o'pish. Ha, Peshonasidan shunday. o'psan. Ha, peshonasi. Bir-biringizga qarang. Keling, hammamiz bu yerda suratga tushaylik. Qani bo'ling. Ey, uni ortda qoldirma. Uzr. Bir kun ham bo'lmadi. U kiyimini to'g'rilayotgandi. Ular biz kabi yolg'izlarni o'ylashmaydi. Hech bo'lmaganda ular bir-birlarini qadrlashadi.